Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensiya to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlar haqida juda zarur ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas. Ota-onasi pensiya oladigan farzandlarga, ota-onasi pensiyali farzandlarga, nogironlik pensiyasi yoki boquvchi o'tganlik nafaqasi oladigan oilalarga, chekka hududlarda yashaydigan yurtdoshlarimizga ham bevosita tegishli, chunki pensiya vaqtida tushmasa, karta ishlamasa, hujjatda xato bo'lsa yoki to'lov usuli noto'g'ri tanlansa, odam dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar oldida qiynalib qoladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring, yaqinlaringizga ham yuboring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avval pensiya to'lovlarida ko'pchilik uchun tartib ancha sodda ko'ringan. Kimdir pensiyasini pochta orqali uyiga oldirardi. Kimdir bank kartasiga tushirib olardi. Kimdir esa bank yoki pochta bo'limiga borib naqd pul olardi. Lekin amalda bu tartibda ko'p muammolar bor edi. Masalan, pensioner uyda bo'lmasa, pochtachi kelib ketgan bo'lsa, to'lov kechikardi. Karta raqami o'zgargan bo'lsa, pul vaqtida tushmasligi mumkin edi. Pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin ba'zida eski ma'lumot qolgan bo'lsa, pensiya to'lovi tekshiruvga tushib qolardi. Ba'zan odam pensiya miqdori nima uchun kamayganini yoki qo'shimcha to'lov nima sababdan tushmaganini bilmay yurardi. Endi tartib asta-sekin ko'proq raqamlashtirilmoqda. Ya'ni pensiya to'lovlari shaxsning ma'lumotlari, bank rekvizitlari, yashash manzili, hujjatlari va ijtimoiy holati bilan bog'liq holda tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Men oddiy tilda aytaman. Endi men oldin shunday olib kelganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ma'lumotlar ba'zida to'g'ri bo'lishi, karta faol bo'lishi, hujjat amal qilishi, pensiya oluvchi shaxsning holati tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bu tartib bir tomondan adolatni kuchaytiradi, ortiqcha va noto'g'ri to'lovlarning oldini oladi. Ikkinchi tomondan hujjatida yoki hisobida kichik xato bo'lgan odamlar vaqtincha to'lov kechikishiga duch kelishi mumkin. Men eng muhim joyini aniq tushuntiraman. Pensiya to'lashda asosiy e'tibor endi 3 ta narsaga qaratilmoqda. To'lov usuli ma'lumotlarning mosligi va pensionerning haqiqiy huquqi. To'lov usuli deganda pensiya naqd pulda beriladimi yoki bank kartasiga o'tkaziladimi? Shu nazarda tutiladi. Ma'lumotlarning mosligi deganda pasport yoki ID karta, JSHR, yashash manzili, bank hisob raqami, telefon raqami va boshqa ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Haqiqiy huquq deganda esa odamning pensiya olishga asos bo'lgan holati saqlanib turibdimi? Masalan, yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov asoslari to'g'rimi degan masala tushuniladi. Oldin ayrim holatlarda odamlar yillar davomida ma'lumotini yangilamasdan pensiya olib yurgan. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin pensiya organiga xabar berilmagan. Bank kartasi muddati tugagan, lekin yangi karta rekviziti berilmagan. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan, lekin hujjat vaqtida yangilanmagan. Endi bunday holatlar tizimda tezroq ko'rinadi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi, aniqlashtirishga yuborilishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Birinchi navbatda. Pensiyasini bank kartasiga oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisob raqami yopilgan bo'lsa, pensiya yuborilgan bo'lsa ham siz uni ishlata olmaysiz. Bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati o'tgan, lekin u buni bilmaydi. Pensiya tizimdan banka yuboriladi, ammo bank kartani faol emas deb qaytarishi yoki hisobda ushlab turishi mumkin. Pensioner esa menga pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya tayinlashda emas, karta holatida bo'ladi. Ikkinchi guruh manzili o'zgarganlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib o'tdi, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini to'liq hal qilmadi. Agar pensiya to'lov pochta orqali keladigan bo'lsa, eski manzilga borib qolishi mumkin. Agar tizimda manzil nomuvofiqligi chiqsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Shuning uchun ko'chgan odam, men baribir shu odam, pensiyam o'zimniki deb yurmasligi kerak. Ha, pensiya o'ziniki. Lekin tizim pulni to'g'ri manzil va to'g'ri hisobga yuborish uchun ma'lumot yangilanishi shart. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng muhim masala tibbiy ko'rik. Nogironlik muddati va hujjatning amal qilishidir. Agar nogironlik muddatsiz belgilanmagan bo'lsa,
belgilangan muddat tugashi bilan qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha oyiga 9,5 ming so'm to'lov olayotgan bo'lsin. Uning nogironlik muddati 1 iyulda tugaydi, o esa avgustda eslaydi. Bu holatda iyuldan keyingi to'lovda kechikish bo'lishi tabiiy. Keyin hujjat tiklansa, masala qayta ko'rib chiqiladi, lekin odam 1 oy yoki 2 oy pulsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun muddatlarni oldindan tekshirish juda muhim. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu to'lovlarda farzandning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi, hujjatlarning yangilanishi katta ahamiyatga ega. Masalan, bola 10 yoshga to'ldi, lekin oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma taqdim etilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, to'lov to'xtab qoladi. Oilalar ko'pincha bola hali o'qiyapti-ku deyishadi. To'g'ri, lekin tizim buni hujjat bilan ko'rish kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta faol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya olish huquqingizda o'zgarish bo'lmasa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. O'zgarishlarning maqsadi hamma pensionerni qiynash emas, maqsad to'lovlarni aniq, shaffof va manzilli qilish. Lekin men doim aytaman, pensionerning vazifasi faqat kutib o'tirish emas, o'z ma'lumotini tekshirib turish ham kerak. Chunki bugungi tizimda bir dona noto'g'ri raqam ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Masalan, siz har oy umumiylik sanada pensiya olasiz. Karta faol, telefon raqamingiz bankda ro'yxatdan o'tgan, ID kartangiz amal qiladi. Pensiya organida ma'lumotlaringiz to'g'ri. Bunday holatda odatda to'lov o'z vaqtida keladi. Agar 1 yoki 2 kun kechiksa, bu har doim ham muammo degani emas. Ba'zan bankdagi texnik jarayon, dam olish kuni, bayram kuni yoki moliyalashtirish jadvalidagi farq sabab bo'lishi mumkin. Lekin kechikish 5 ish kunidan oshsa, men albatta tekshirishni maslahat beraman. Birinchi misol, opa 72 yoshda, oyiga 1,7 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. Pensiya kartaga tushadi. Karta muddati 2024 yil dekabrda tugagan. Lekin opa kartaning ustidagi sanaga e'tibor bermagan. Yanvar oyida pensiya tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida pul yuborilgan, lekin karta faol emas. Bunday holatda opa bankka borib yangi karta ochtiradi yoki mavjud hisobni faollashtiradi, keyin pensiya organiga yangi rekvizit kerak bo'lsa taqdim etadi. Agar u buni oy boshida qilganda umuman muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol. Aka pensiyasini pochta orqali oladi. Oyiga 1,4 ming so'm. U farzandini uyga ko'chib o'tgan, lekin manzilni rasmiy yangilamagan. Pochtachi eski manzilga boradi. Topolmaydi. To'lov qaytadi yoki keyingi kunga qoldiriladi. Aka esa davlat pensiyani bermayapti deb xafa bo'ladi. Bu yerda asosiy sabab manzil muvofiqlashtirilmaganida. Agar aka oldindan mahalla, pochta bo'limi yoki pensiya bo'limi orqali to'lov manzilini aniqlashtirganida pul o'z vaqtida kelardi. Uchinchi misol, talaba qiz boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Maktabni bitirib universitetga kirdi. Lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumotnomani taqdim etmadi. Tizim uning o'gin bekaji yoshga to'lganini ko'radi, lekin o'qish holatini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Natijada to'lov to'xtashi mumkin. Keyin ma'lumotnoma olib borilgach, to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Lekin oilaning budjeti shu orada qiynaladi. Shuning uchun o'qishga kirgan zahoti hujjatni tayyorlash kerak. 4-misol, fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. Oyiga 1 million so'm. Uning tibbiy xulosasi muddati tugashiga 20 kun qolgan. U keyin boraman deb yuradi. Muddat tugaydi, komissiyaga yozilish, ko'rikdan o'tish, hujjat olish yana vaqt oladi. To'lov esa hujjat tasdiqlanmaguncha savol ostida qoladi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan kamida 1 oy oldin harakatni boshlashdir. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarni aytaman. Birinchisi, pensiya to'lovi kechiksa, bu har doim ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Kechikish texnik bo'lishi mumkin, bank tomonidan bo'lishi mumkin, hujjat tekshiruvda bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam avval vahima qilmasdan sababni aniqlash kerak. Lekin umuman harakat qilmay 2-3 oy kutish ham noto'g'ri. Chunki muammo hujjatda bo'lsa, siz murojaat qilmaguningizcha u o'z-o'zidan hal bo'lmasligi mumkin. Ikkinchisi, boshqa odamning kartasiga pensiya olish masalasi. Amaliyotda ba'zi pensionerlar o'g'limning kartasiga tushsin, qizim olib bersin deyishi mumkin. Lekin pensiya shaxsiy to'lov hisoblanadi. To'lov egasi kimligi aniq bo'lishi kerak. Agar vakil orqali olish zarur bo'lsa, ishonchnoma
qonuniy vakillik yoki belgilangan tartibdagi rasmiy hujjatlar talab qilinadi. Oddiy og'zaki kelishuv yetarli emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Yaqin qarindosh bo'lsa ham pul masalasida hujjat bo'lishi kerak. Bu pensionerni ham, qarindoshni ham keyingi nizolardan himoya qiladi. Uchinchisi, xorijda yoki boshqa hududda vaqtincha yashash. Agar pensioner uzoq muddat boshqa joyga ketgan bo'lsa, to'lov tartibi bo'yicha oldindan maslahat olishi kerak. Ayniqsa kartadan foydalanish, bank SMS xabarnomasi, ishonchnoma orqali olish, hujjat muddati kabi masalalar muhim. Ba'zi odamlar chet elga ketib, kartani qarindoshga tashlab ketadi. Keyin karta bloqlanadi, telefon raqami ishlamaydi, bank tasdiqlash kodi kelmaydi. Natijada pensiya bor, lekin undan foydalanish qiyinlashadi. To'rtinchisi, ortiqcha to'lov masalasi. Agar odam huquq tugagan bo'lsa, masalan, ma'lum bir nafaqa uchun asos yo'qolgan bo'lsa, lekin u bu haqda vaqtida xabar bermasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Masalan, bir oilaga bir necha oy davomida har oy 900 ming so'mdan ortiqcha to'lov ketgan bo'lsa, jami 4 million yoki 2 million so'm qarzdorlik chiqishi mumkin. Oila bu pulni allaqachon sarflab yuborgan bo'ladi. Keyin qaytarish og'ir tushadi. Shuning uchun huquqni o'zgartiradigan har qanday holat haqida vaqtida xabar berish kerak. 5-inchisi, pensiya miqdori o'zgarganda sababini aniqlash. Ba'zan pensioner oldin 1 million 300 ming olardim. Endi 1 million 2,5 ming tushdi, deydi. Bunda bir nechta sabab bo'lishi mumkin. Ushlab qolish, qarzdorlik, noto'g'ri hisobni tuzatish, qo'shimcha to'lov muddati tugashi yoki boshqa ijtimoiy to'lov bilan bog'liq hisob-kitob. Men maslahat beraman. Har qanday kamayish bo'yicha og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma yoki rasmiy izoh so'rang. Shunda sizda aniq asos bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Hozir siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? JSHR raqami to'g'ri kiritilganmi? Familiya, ism, otasining ismi hujjatlarida bir xil yozilganmi? Shuni ko'ring. Ba'zan bitta harf farqi ham muammo chiqaradi. Masalan, bankda familiya boshqacha, pensiya bazasida boshqacha yozilgan bo'lsa, to'lov aniqlashtirishga tushishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati, blok holati, SMS xabarnoma, telefon raqami, hisob faol yoki faol emasligi muhim. Bankka borib, men pensiya olaman, kartam va hisobim pensiya to'lov uchun to'liq ishlayaptimi deb so'rang. Agar yangi karta ochsangiz, rekvizitlar o'zgargan-o'zgarmaganini aniqlang. Faqat karta raqami emas. Ayrim holatlarda hisob raqami ham muhim bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya organidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Murojaat qilganda yoningizda ID karta yoki pasport, bank rekviziti, telefon raqami, yashash manzili bo'yicha hujjat, agar kerak bo'lsa nogironlik hujjati yoki o'qish ma'lumotnomasi bo'lsin. Men buni amaliyotdan kelib chiqib aytyapman. Odam bir marta boradi, bitta hujjat yetishmaydi, yana qaytadi. Yana navbat kutadi. Oldindan to'liq tayyorlansa, masala tezroq hal bo'ladi. 4-qadam, agar pensiya kechiksa, aniq tartibda harakat qiling. Avval bankni tekshiring, pul tushganmi, karta ishlayaptimi, hisob bloklanmaganmi. Keyin pensiya organiga murojaat qiling. To'lov yuborilganmi, hujjatda to'xtatish yoki aniqlashtirish bormi? Agar pochta orqali olsangiz, pochta bo'limidan to'lov qaytgan-qaytmaganini so'rang. Har bir joyda menga pensiya tushmadi deb umumiy gapirmang. Aniq savol bering. Mening shu oy uchun to'lovim qaysi sanada yuborilgan, qaysi hisobga yoki qaysi manzilga yuborilgan, nima sababdan qo'limga yetib kelmagan? 5-qadam, murojaatni yozma qoldirishdan qo'rqmang. Agar masala og'zaki hal bo'lmasa, ariza yozing. Arizada ismingiz, JSHR, telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi va muammo sanasini ko'rsating. Masalan, 2025 yil fevral oyi uchun pensiya to'lovim kelmadi. Sababini aniqlab, yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni saqlab qo'ying. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 6-qadam, yaqinlaringizga tushuntiring. Ko'p pensionerlar bank, karta, elektron tizim, JSHR degan narsalarni yaxshi bilmasligi mumkin. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berish kerak. Lekin yordam berishda ham ehtiyot bo'ling. Pensionerning kartasini olib qo'yish, PIN kodini bilib olish, uning roziligisiz pul yetish mumkin emas. Bu nafaqat axloqiy, balki huquqiy jihatdan ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l. Pensioner bilan birga bankka borish, rasmiy tartibda yordam berish, kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtirish,
7-chi qadam har oy to'lovni yozib boring. Oddiy daftar tuting. Qaysi kuni qancha pensiya tushdi? Qancha yechildi? Qaysi qo'shimcha to'lov keldi? Masalan, yanvar 15 sana 50 milyon 270 ming so'm, fevral 16 sana 50 milyon 270 ming so'm, mart 15 sana 50 milyon 300 ming so'm. Shunda kamayish yoki kechikish bo'lsa, darhol ko'rasiz. Ko'pchilik taxminan shuncha edi deb yuradi. Keyin aniq isbotlash qiyin bo'ladi. Eng katta xato begona odamlarga karta va pasport ma'lumotlarini berish. Pensiyangizni oshirib beramiz, to'lovingizni tezlashtirib beramiz, komissiya uchun pul yuboring degan gaplarga ishonmang. Rasmiy organlar sizdan telefon orqali karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasiga kirish parolini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu xavfli signal. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Yana bir xato ijtimoiy tarmoqlardagi tekshirilmagan xabarlarga ishonish. Kimdir hammaning pensiyasi to'xtaydi. Faqat falon bankdan olganlarga pul beriladi. Ariza bermaganlar pensiyadan ayriladi deb yozishi mumkin. Bunday gaplarni rasmiy manbadan tekshirmasdan tarqatmang. Men ekspert sifatida aytaman. Pensiya masalasida har bir holat alohida ko'riladi. Umumiy vahima ko'pincha odamlarni noto'g'ri qaror qabul qilishga majbur qiladi. Yana bir nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar pensionerning kredit qarzi, aliment majburiyati yoki sud qarori bo'yicha undirish bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyadan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunda ham cheklovlar va tartib bor, lekin pensioner sababini bilish kerak. Agar sizning pensiyangizdan pul ushlab qolingan bo'lsa, bankdan ham, ijro organidan ham, pensiya bo'limidan ham asosini aniqlang. Pul kamayibdi. Demak, shunday bo'lsa kerak deb qo'ymang. Ko'pchilik faqat pul tushganini ko'radi, lekin hisob kitobni tekshirmaydi. Men esa har bir pensioner yoki uning yaqinlariga pensiya miqdorini va qo'shimcha to'lovlarni kamida yiliga bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, qo'shimcha ustamalar, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar kabi omillar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar orqa hujjati topilsa yoki oldin kiritilmagan ish davri tasdiqlansa. Ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, bir kishi 30 yil ishlagan, lekin hujjatda 26 yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. 4 yil farq pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Yoki ayol kishi bolalarni parvarish qilgan davrlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, tashkilot nomi o'zgargan hisobli tasdiqlash hujjatlari kabi masalalarni tekshirtirishi kerak bo'ladi. Bu ish bir kunda bitmasligi mumkin, lekin natija pulga ta'sir qilsa, harakat qilishga arziydi. Ayrim pensionerlar yoshi katta, sog'lig'i og'ir yoki harakatlanishi qiyin bo'lgani uchun uyda to'lov olishni afzal ko'radi. Bunday holatlarda to'lov tartibini oldindan aniqlashtirish kerak. Pochta yoki vakolatli to'lov xizmati qaysi sanada keladi? Pensioner uyda bo'lishi kerakmi? Shaxsini tasdiqlovchi hujjat kerakmi? Boshqa odam olish uchun qanday hujjat talab qilinadi? Bularni bilish zarur. Agar pensioner kasalxonada bo'lsa yoki qarindoshnikida vaqtincha yashayotgan bo'lsa, to'lov kelib qaytib ketishi mumkin. Men bunday oilalarga alohida maslahat beraman. Uyda yotgan yoki mustaqil harakatlana olmaydigan pensioner uchun hujjatlarni tartibga solib qo'ying. Telefon raqami ishlasin, yaqin qarindoshning aloqasi bo'lsin. Zarur bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirilsin. Chunki favqulodda vaziyatda, masalan, pensioner kasalxonaga tushib qolsa, pensiya pulini qonuniy olish va dori-darmon xarajatiga ishlatish uchun oldindan tayyorgarlik bo'lishi kerak. Demak, pensiya to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlarning mazmuni shuki, to'lovlar yanada aniqroq, hujjatlar va ma'lumotlar esa yanada qat'iyroq tekshiriladi. Bu ko'pchilik uchun yaxshi, chunki pul manzilli va shaffof boradi. Lekin hujjati eskirgan, kartasi ishlamayotgan, manzili o'zgargan, nogironlik yoki o'qish hujjati yangilanmagan odamlar kechikishga duch kelishi mumkin. Shuning uchun hozirdan pasport yoki ID kartani, bank kartani, manzilni, pensiya turiga oid hujjatlarni tekshiring. Men sizlardan iltimos qilaman, bu ma'lumotni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki pensiya oladigan tanishingizga ham ayting. Chunki bitta vaqtida tekshirilgan karta, bitta to'g'ri yozilgan ariza yoki bitta yangilangan hujjat odamni bir necha oy sarson bo'lishdan saqlab qolishi mumkin. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiya vaqtida tushyaptimi? Karta orqali olasizmi yoki pochta orqalimi kechikish bo'lganmi? Videoga like bosing.
kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim tushuntirishlarni o'tkazib yubormang.